Klimaks, menopauza. Bu har bir ayol qochib bo'lmaydigan hayotidagi bir etap hisoblanadi. Klimaks, menopauza 45-50 yosh atrofida sodir bo'ladi. Bu nimalarga bog'liq? Klimaks bu tuxum hujayradagi follikulalarga juda ham bog'liq hisoblanadi. Tuxum hujayradagi follikulalar yetilib, yorilib tugashi bilan klimaks sizni hayotingizga kirib keladi. Tuxumdondagi follikulalar bu siz onangizni qornidaligingiz vaqtida sizga berilgan son jihatidan follikulalar bo'ladi. Follikulalar rezervi qancha kamayib borgan sari klimaks yuzaga keladi. Klimaksni nima tezlashtiradi? Klimaksni tuxumdondagi travmalar, tuxumdondagi o'tkaziladigan operatsiyalar yoki o'zi tuxumdon rezervini kamligi, o'tkir infeksion kasalliklar, stresslar, jinsiy yo'llar bilan yuqadigan infeksiyalar va boshqa sabablari. Siz 30 yoshdan keyin quyidagilarga juda ham ahamiyat berishingiz kerak. Sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlar, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va albatta energetik va gazli ichimliklar. Sog'lom turmush tarzi albatta bu follikular rezervga ta'sir qiladi va klimaksni ortga surishga yordam beradi.